Bu uyda biz 20 yildan beri yashaymiz. Xonadonimiz juda ham qulay lokatsiyada joylashgan. Hamma narsa bir qadam, korzinka ham, Safiya, yana maktab, bog'chalar 500 metr diametrda joylashgan. Hozir endi xonadonimizni ko'chadan tushuntiraman. Ko'cha yuzida joylashgan, birinchi liniyada ko'cha yuzida. O'ng qo'limizda korzinka, o'ng qo'lga qaysi Beruniy metrosiga chiqish mumkin. To'g'riga 200 metrdan keyin betonkaga chiqqanimizda Stroymark bozoriga chiqish mumkin. Chap qo'lga yurganda esa Urizor hamda Ipodrom bozorlariga borish mumkin. Chap qo'lda esa Ipekchilik, General Uzoqovga chiqiladigan yo'l. Aytganimdek, xonadonimiz juda ham qulay manzilda joylashgan. Aptekalar, Safiya bor, vulkanizatsiya joylashgan. Mana orientir, mana buncha xot-dog, mana domimizda magazinlar ham bor. Bu esa domimizga kirib kelaverish. Mana magazin bu yoqda bor. Bitta bolalar va ayollar uchun massaj xonalari. Mana shu domni birinchi podyezdda 3-etajda joylashgan. Esa domimizning hovli tarafdan ko'rinishi, mana birinchi podyezd 3-etajda joylashgan. Mana ob'явление yozib qo'yilgan. Xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, quyida raqamni qoldiramiz. Marhamat, murojaat qilinglar. Kelinglar bo'lmasam, xonadonimizni bitta ko'rib chiqamiz. Bu bolalar xonasi, детский komnata. Ko'chaga qaragan oynalar bor. Bu esa vanniy xonamiz, sanuzillarimiz отдельно qilingan. Bu o'zi spalniy xona bo'lgani uchun biz endi ko'chamizda deb hamma narsalarni yig'ishtirib qo'yganmiz. Hamma xonalarimizda oynalar bor, yorug'lik tushishi juda ham yaxshi. Bu esa bizning zalimiz. Bitta xonamiz. Bitta mana kichkina balkonimiz bor. Xohlasanglar, buni ham ochib tashlab, katta zal, kichkina zal qilsanglar bo'ladi. Biz bitta kladovchini qilib qo'yganmiz. Mana bu esa sanuzil xonamiz. Vanna va hojatxonalar alohida qilingan. Eng muhimi, xonalarimiz juda ham katta. Bu esa kuxnyaga chiqib turish xonamiz. Ibetdan balkonga chiqiladi. Balkonimiz ko'cha yuziga qaragan. Mashina yo'lga qarab turadi. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar. Biz o'zimizda yashab turgan uyimizni ma'lum bir sabablarga ko'ra sotuvga qo'ydik. Bu uyda biz 20 yildan beri yashaymiz. Xonadonimiz juda ham qulay lokatsiyada joylashgan. Hamma narsa bir qadam, korzinka ham, Safiya, yana maktab, bog'chalar 500 metr diametrda joylashgan. Juda ham ahil qo'shnilar. Asosiysi, xonadonimiz juda ham xavfsiz hududda joylashgan. Bolalaringiz uchun ham bolalar maydonchalari bor. Yana eng asosiysi juda ham ahil qo'shnilar. Kelinglar bo'lmasam, xonadonimizni bitta ko'rib chiqamiz. Bu bolalar xonasi, детский komnata. Ko'chaga qaragan oynalar bor. Bu esa vanniy xonamiz, sanuzillarimiz отдельно qilingan. Bu o'zi spalniy xona bo'lgani uchun biz endi ko'chamizda deb hamma narsalarni yig'ishtirib qo'yganmiz. Hamma xonalarimizda oynalar bor, yorug'lik tushishi juda ham yaxshi. Bu esa bizning zalimiz. Bitta xonamiz. Bitta mana kichkina balkonimiz bor. Xohlasanglar, buni ham ochib tashlab, katta zal, kichkina zal qilsanglar bo'ladi. Biz bitta kladovchini qilib qo'yganmiz. Mana bu esa sanuzil xonamiz. Vanna va hojatxonalar alohida qilingan. Eng muhimi, xonalarimiz juda ham katta. Bu esa kuxnyaga chiqib turish xonamiz.
Bu yerdan balkonga chiqiladi. Balkonimiz ko'cha yuziga qaragan. Mashina yo'lga qarab turadi. Hozir endi xonadonimizni ko'chadan tushuntiraman. Ko'cha yuzida joylashgan, birinchi liniyada ko'cha yuzida. O'ng qo'limizda korzinka. O'ng qo'lga qaysi Beruniy metrosiga chiqish mumkin. To'g'riga 200 metrdan keyin betonkaga chiqqanimizda Stroymart bozoriga chiqish mumkin. Chap qo'lga yurganda esa Urizor hamda Ipodrom bozorlariga borish mumkin. Chap qo'lda esa Ipekchilik General Uzoqovga chiqiladigan yo'l. Aytganimdek, xonadonimiz juda ham qulay manzilda joylashgan. Aptekali, Safiya bor, vulkanizatsiya joylashgan. Mana orientir, mana buncha xot-dog, mana domimizdan tagida magazinlar ham bor. Bu esa domimizga kirib keluverish. Mana magazin bu yoqda bor. Bu yerda bolalar va ayollar uchun massaj xonalari. Mana shu domni birinchi podyezdda 3-etajda joylashgan. Esa domimizning hovli tarafdan ko'rinishi mana birinchi podyezd 3-etajda joylashgan. Mana ob'явление yozib qo'yilgan. Xonadonimiz ma'qul kelgan bo'lsa, quyida raqamni qoldiramiz. Marhamat, murojaat qilinglar.